Voh, voh, voh. Burchagini ham uryapti. Aka mana bergan anaqasi ishlatdik. Bu yoqda tomon ko'rsat, kelishin. Har yomg'ir ustiga sepadi. Kelyapti. Sekin va kiralar bu aylanishini sekin. Mana bu yoqqa ham tushyapti, burchakgacha. Voh, voh, voh. Burchagini ham uryapti. Videoda ko'rgan springleringlar mana mashi bo'ladi, qo'limda turgan. Ko'rib turganingizdek 20-25 metr masofaga suv o'tadi. O'rtacha soatiga 6 tonna suv xarajat qiladi. O'sha okamlar ham videoda ko'rgan bo'lsanglar, kartoshka uchun qo'yganlar, maza qilib sug'arib yuribdilar. Xursandlar, xullas. Videoni xursand bo'lib tashlab beribdilar. Telefon qildilar, ketadan aka maza sug'aryapman. Ko'pchilik ishonmayotgandi, ish bermasa kerak, yaxshi sug'ara olmaydi deb o'ylashyotgandi. Aytishyotgandi menga ham mana shunaqa gaplarni, lekin ularning gapiga quloq solmay, sizni oldingizga to'g'ri kelib va mahsulotni o'rnatdim. Lekin maza qilib sug'arib yuribman kartoshkalarimni deyaptilar. O'rtoqlar, o'sha okamlarga ham aytdim, bu tizim oti bilan suv tejovchi texnologiya hisoblanadi. Ya'ni bugun sug'ardingizmi, ertasi kuni qurib qolishi mumkin. Chunki kun issiq bo'lgandan keyin bilasizlar, O'zbekiston ob-havosi quruq issiq bo'ladi. Shuning uchun kerak bo'lsa har kuni sug'arish uchun sharoitinglar bo'lish kerak va sizlarga bu narsa qulay bo'lish kerak. O'shaning uchun bu tizimni joyiga o'rnatganinglar ma'qul bo'ladi. Masalan, mana buyoqqa temir turba bo'ladi. Stoyka uchun iloji boricha mana shunday 40 talik turba qo'yganinglar ma'qul bo'ladi. Chunki bu ishlagan vaqtida urib ishlaydi, bilsanglar, urib ishlagan paytida qimillab ketish kerak emas. Agarcha ko'p qimillaydigan bo'lsa, aylanishda muammolari kelib chiqadi. O'shaning uchun biz temir turbadan foydalanamiz va tagiga gofra turba qo'yamiz. Nima uchun? Bu narsa apalovka vazifasini bajaradi. Ichiga beton quyib yuboramiz va buni mustahkam holatda ushlab turishimiz uchun kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, hozir mana shunaqa qilib dalani o'zida faqat shu narsani ko'rasizlar, bo'ldi. Oraliq masofasini o'rtacha 25 yoki 30 metr masofaga qo'yib keturadigan bo'lsanglar, maza qilib sug'arib yurasizlar. O'rtoqlar, shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Joyimiz Toshkentda, Sergeli o'zgarishda. Joningiz sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuboramiz.